Bugun qanaqadir futbolga qiziqadigan odam bilan birga PlayStation o'ynayman. Salom alaykum aka. Taksimisiz? Futbolga qiziqasizmi? PlayStation birga o'ynaymizmi? Yo'q, men ketayotgandim-da og'aynim bilan. Vaqtingiz bormi o'zi hozir? Yo'q, chiqib ketaman. Mayli, agar 1 soat menga bersangiz, men sizga addushi beraman. Og'aynim chiqsin, bo'lmasa men kirib ketaman. Og'ayningizni ham oling. Ismingiz nima? Nodir. Azzor. Siz sherigingizmi? Ismingiz nima aka? Abdulxay. Tanishga xursandman. O'ynashni bilaman, lekin hozir yangilari chiqib ketgan-ku. Biz 13 o'rtoq o'ynab, o'shalar cho'tga edi. Paymi bilan tashlab beraman. 500 ming tashlab berdim. Я, короче, решил, что раз они два друга, пусть играют против друг друга. Nodir aka против Abdulxay aka. Let's go! Siz oxirgi marta nechinchi yilda o'ynagansiz? 2010. Sizchi? 16-17. Manimcha adavas kecha o'ynagansiz. Начинается матч. Давай, по окончанию первого тайма у нас на счету 2-0 в пользу Норвегии. Abdulxayga xafa bo'lmang, lekin to'g'risidan sal o'ynash bilmagan ekansiz. Ikkinchi taym men siz o'rniga o'ynasam bo'ladimi? 2-0 проигрываете. Я тоже не играть не умею, но попробую выиграть Норвегию. Конец матча! Я не смог победить за Абдулхаю! Ладно, честно победили. От души rahmat. Xohlasangiz, siz hozir 500 ming so'm o'zingizga faqat olib qolasiz. Abdulxay akaga hech narsa qolmaydi. Lekin ikkinchi varianti bor. Sizga 250 ming tashlab beraman va Abdulxay akaga prosta addushi yuragimdan shunaqa ham 750 ming tashlab beraman. Nima variant tanlaysiz? Bo'ladi o'sha variant. Qaysi? O'sha bunga ham tashlab berishdi. Bo'ldimi? Acham-achamlashilu. 750 ming, 750 ming. Победила дружба. Rahmat. Kirchuvga sog' salomat yuring endi. Oilaringizga nimadir olib oling. Rahmat.